Ondan bilak her kuni kaç tarafta putni har xil doğruluk sular bilan yuvib kelgan. Abdumjit aka, şu putçulaşның qanday foydali taraflari bor? Şunu to'g'rilikni so'zlab bersangiz. Bu put deganlik odamlarning ikkinchi yuragi deb ataladi. Hamda ajdodlarimizdan emas, tibobat ustozlarimizdan boshlab toki shu ota bobolarimizgacha hammasini nima desak, bu tizning ostini, ya'ni putini nihoyatda bak qo'g'digan, bak asragan. Masalan, shu kuz yoki masalan ajdodlarimiz shu 9-oydan boshlab o'tak kiyishga boshlasa, toki 3-oy, hatto 4-oygacha o'tak kiydi. Demakchi o'g'limiz 1 yil ichida hamda 8 oydan 9 oygacha ajdodlarimiz o'tak kiyib kelgan. Piymi kiygan, uningdan bilak lat yo'g'igan putlargacha. Uningdan bilak har kuni kaç tarafta putni har xil doğruluk sular bilan yuvib kelgan. Bu nima degan chig'imizda dal put yuvib berishning o'zi birinchidan qon aylanishini ravonlantirib, shu yurakka qaytib ketgan qonning iqim miqdorini oshirib, yurakning texmi sog'lom, texmi qonningki ruhliq etilib chiqishiga kafolatlik qilgan bo'lgan. Uningda bilan ajdodlarimiz put yuyish orqali shu putlardagi har xil shu to'xtab qolgan modda almashishni ostivlab, badan sirtiga chiqib o'tishga bo'lgan nurg'ulg'an moddalarniki chiqib o'tilishiga nihoyat yaxshi foydasi o'tganligini his qilgan. Ham buning to'g'riliq maxsus dorilik pashoya, ya'ni dorilik sularni ishlanib chiqib bemorlarga bergan. Meningcha o'g'an chog'da mishar ekran oldida o'tirgan barcha qarindoshlarimizninki yosh bo'lsin, o'tir yosh, yashangan bo'lsin, har kuni kaç tarafda putini sug'uchilab berish yoki bo'lmasa dorilik sular bo'lsa, dorilik sularda putini chilab berish, o'zininki börak, miңа, yurak qatorliq a'zolarga borgan qonninki iqim miqdorini oshirib, badanga harorat ruhlab, börakninki butun badanga ajrab chiqargan energiya sarfiyotini yuqori ko'tarib, yaxshi uxlashga, qinib uxlashga, uningdan bilan attiga o'rnimizni qo'pqanchaq nihoyat titik, put qo'llarimiz uyushmayotgan, boshlarimiz og'rimayotgan ahvolga nihoyat yaxshi manfaat qildi. Uningdan bilan mushu odati og'irtib ketgan qizlarimizning, odati og'irtib ketgan qizlarimizmi, mushu odat ko'gili 3-4 kun qolgan chig'idan boshlab putini yilman qaynoq suga 10 minut chilab bersa, ham 10 minut chilab bo'lgandan keyin mushu ichki ho'shlikdan teqimgacha, ya'ni tizning keynigacha paqalchoqdan 5 minut ulab bersa, bel 9 ko'zdan 5 minut ulab bersa, mush odat og'irtib ketgan xonim qizlarimiz ham kichik qizlarimizningki ahvoli tal tukus saqaydi. Foydalanib qolsanglar, yuyishdan o'ta putni sug'uchilab davolanishdan o'ta nihoyat yaxshi davolash yo'q deb o'ylayman.